Xo'p, assalomu alaykum hammaga do'stlar. Yana bir bor yakunlanayotgan oyimiz hammaga omadli yakunlansin va kelayotgan oy hammamizga omadli shuni tilab qolaman. Tovoqqa e'tibor bering do'stlar. Ancha tuzalib qoldik. Shunday bo'lsa-da ozgina bor. Xo'p, nimalar bo'layapti degan savol. Nimalar bo'layapti bizda o'zi? Birinchi o'rinda albatta bu o'sha aytib o'tib ketgan kumush. Ya'ni kumush o'zini maksimumni bozor yengillab yubordi. Bu nimadan dalolat beryapti? Ya'ni oqim yuqoriga harakat qilayotganligi va o'zi bilan narxni yuqoriga tortib ketishi mumkinligi. Haftalik time frame'ga qaraydigan bo'lsak, haftalik time frame bozorda ya'ni kuchli impulsni buy ssenariyda davom etadi. 1, 2, 3, 4 hafta va bu hafta ham buy ga opilish harakat qilyapti va kelayotgan haftani ham balki kuchli impulsni buy ga signal berib yuborish ehtimoli yo'q emas. Ya'ni kumush agar shu zaynda davom etadigan bo'lsa, kuchli o'sish davom etadi va qatlargacha borishi mumkin degan savol hammaga tug'iladi. Kimdirlar aytishi mumkin, maksimumlarga chiqishi mumkinmi kumush, ya'ni o'sha shpilka bilan tanani inobatga olinadi va mana shu nuqtalargacha bozor chiqishi mumkin degan ssenariy ham berishyapti-da. Mana shu ssenariylarga qo'shiladi. Birinchi o'rinda o'sha tana va keyin yuqoriga kuchliroq o'sish qiladigan bo'lsa, bu o'sha shpilka bo'ladi. Bu taxminan bizda 80 va o'sha 89-90 narxlargacha kumushda chiqib ketishi mumkinligini signal beradi. Bu taxminan yana bozor 14% yoki kuchliroq o'sish qiladigan bo'lsa 27% balki o'sib ketish ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi yana ham bozorni ko'ramiz, kuzatamiz. Hech qanaqangi hozircha atkat bermadi va atkat beradigan bo'lsa kuchli impulsga yana bir signal bo'la olar edi. Xo'p, endi bizda tillarga qaraydigan bo'lsak, tillar nima xohlayapti? Tillar o'sha kuchli narx hosil qildi deb sizga aytmagan edim. Ya'ni o'sha bizda o'sha 4573 dan 4584 oraliq juda kuchlilik qildi bozorga va yuqoriga harakat davom ettirmoqchi. Biz D1 time frame'ga qaraydigan bo'lsak, D1 time frame'da kichik atkat bo'lyapti va yuqoriga harakat o'sha maksimum nuqtalarimizgacha bozor atkatni yuzaga keltirib bermadi. Bundan yuqorisidagi zonamizga ham kelar kelmas bo'ldi. Bu holatda o'zida pauza yuqoriga harakat davom ettirmoqchi. Endi ketsa ketmasligi bugun o'sha D1 time frame qaysi zonlarda yopilishiga bog'liq bo'ladi. Agar balki kechgacha agar narx kumush oqishni boshlaydigan bo'lsa, bu yana ham oqish ssenariysi bo'lishi mumkin. Bu taxminan o'sha 4502 kuchliroq yuzaga keladigan bo'lsa, 4421 narx oralig'igacha bozor chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha kunlik time frame selda yopilib yoki kuchliroq selda yopilish qiladigan bo'lsa, ana shunaqangi bozorda qulash yuzaga kelishi mumkin. Buy ssenariy yana davom ettiradigan bo'lsa, o'sha aytayotganimizdek kuchli o'sish yuzaga kelishligi, men yana bir takrorlab o'tib ketishim shart bo'lmasa kerak, yoki aytadigan insonlar o'tadigan bo'lsa 4750 va 4790 va 4900 5000 narx oralig'i bu pastki zonamiz yuzaga kelyapti va 5000 narx oralig'i, mana shu zona oralig'igacha Fibonacci'da ham tortib ko'rsatgan edi. Mana shu narx oralig'igacha chiqish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni ikkita kutilayotgan zona. Agarda kuchli o'sish davom etadigan bo'lsa, o'sha 4750 dan 4796 kuchliroq harakat davom ettiradigan bo'lsa, o'sha 4977 dan 5000 narx 5023 narx oralig'igacha bozor chiqib berishligini, undan keyin pasayish balki bo'lishi mumkinligini ko'rsak bo'ladi. Bu juda ham kuchli narxlar. Bozor qanaqa reaksiya qiladi bu narsaga bilmadim. Chunki bizda hozirda bozorda kuchli atkat pozitsiyasi bo'lmadi, ya'ni o'sha imbalanslar qoplanmadi bozorda. Kuchli atkat pozitsiyasi yuzaga kelmaganligi uchun bir nima deyish ham qiyin, ya'ni sekinlik bilan bozor harakat qilyapti. Endi bu yerda men kimdir eslab oladigan bo'lsa, o'sha H4 time frame'larda 4694 deb o'sha maksimum aytgandim. O'sha maksimum nuqtasini yengilib bera olsa, keyin buy deb aytdim. Bu aytgan paytim işte mana bu narxlarda edi, ya'ni. Hozir bunaqangi pasayish ssenariysida edi. Hech qanaqangi men minimumlarga tushib ketgan payt aytmadim va undan keyin bozorda men sizlarga bugun yangi narx aytib o'tib ketdim. Ya'ni yangi narx qaysi deydi? Shu videoni eshitadigan bo'lsangiz 4615 narxni men gapirib o'tgandim. 4615 ko'rgan bo'lsangiz, kuchli o'sish qilgan bo'lsangiz, 4615 narxni hozircha bozor yengillab keta olmadi va agarda xudo xolasa 4615 narxda bozor yengillab bera olsa, unda har qanday kichik atkatda yana yuqoriga harakat yuzaga kelishi mumkin va new high ga imkoniyat katta, ya'ni new high qilib olish ehtimoliga bozor imkoniyat yaratib beradi. Demak, mana shu hozirdagi mandagi o'sha xohlayotgan va ключевой joy deydigan bo'lsak, ключевой joy o'sha 4615 narxda bozor yuqorisini buzib o'tib ketish kerak. Agar buza olmaydigan bo'lsa, kumush o'sib bersa tortadi, lekin kumush qaytish boshlaydigan bo'lsa, tilla yana pastga oqim yuzaga keltirib qo'yishi mumkin bo'ladi.
Tushunarli. Demak, 4615 yaxshi signal, ya'ni bayga o'sish uchun. Boya ham aytib o'tib ketdim, hozir ham yana shu narsani ta'kidlab o'tyapman. Kumush qaytishni boshlaydigan bo'lsa, tilla qo'shilib oqadi. Kumush agar doimiy yuqoriga harakat qiladigan bo'lsa, tilla mana shu narxni, ya'ni mana shu aytayotgan 4615 narxni buzib borishga harakat qiladi va buzoladigan bo'lsa, juda ham katta signal bozor uchun, ya'ni bayga o'sish imkoniyati yaratib beradi. Shunaqangi holat. Va kumushda bo'lgan tasmani buzib o'tganligicha, ya'ni kumushda o'sha H4 time frame boshqa time frame'da qaraganimizda nyuxa qilib yuborganligi nima bo'ladi deydigan bo'lsak, bu agar qaytish boshlaydigan bo'lsa, kun yakunigacha past yopilish qiladigan bo'lsa, dushanba yana bozor pastga oqib ketish ehtimoli bo'ladi. Shunchaki bu yerda likvidatsiya, ya'ni o'sha tepadagi bozor stoplarni yig'ishtirib ketdi deb tasdiq olsak bo'ladi. O'zi har qanday kumushda o'sishga e'tibor beradigan bo'lsak, har qanday kuchli o'sishda bozor nyuxa qilgandan keyin atkat berib turib juda ham yaxshi kuchli o'sish qilgan. Ya'ni kuchli o'sish, atkat, yana atkat, kuchli o'sish, yana atkat qilib yaxshi yurib kelgan. Endi buzonasini kuchliroq o'sib berib atkat qiladigan bo'lsa, yana ham bayga imkoniyat yaratib beradi. O'shaning uchun ham kumushni ko'proq kuzatib turinglar. Kumush yaxshi signal beradi bozorda, yaxshi imkoniyat yaratib beradi. O'shaning uchun ham kumushda diqqatni ko'proq qarataverish kerak. Yana bitta narsa qo'shimcha qilib ketishim kerak menimcha. Ya'ni neft bilan hozir neft holati kuchli yuqoriga harakat qilyapti. Neft agarda kuchli o'sishda davom etadigan bo'lsa, tillarni qadrini tushirib yuborishi mumkin. Bizga kerakli narsa albatta neft ham selga qarab oqim yuzaga keltirib berish kerak. Ya'ni neft agar oqishni boshlaydigan bo'lsa, ya'ni pastga qarab qulashni boshlaydigan bo'lsa, biz tillarni bemalol bayga ishlasak bo'ladi, ya'ni bayga signal beradi. Agar neft yuqoriga kuchli o'sishni boshlaydigan bo'lsa, biz tillada ozgina ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi, ya'ni bayga savdo qilishga stop loss obязательно bo'lish kerak. Stop lossiz savdo qilib bo'lmaydi. Shuning uchun sel kirmoqchi bo'lgan insonlar albatta selda ham xuddi o'sha ssenariy 4615 buzib o'tadigan bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. Bu holatda o'zi 4615 buzmasa, balki 4615 tepasiga stop loss qo'yib turib savdo qilsa bo'lardi. Hozirdagi fikrimiz mana shundan iborat. Xudo xolasa yangi oyda, yangi haftalarda ham mana fikrlarimizni davom ettiramiz. Omadinglar bersin.